Assalomu alaykum Dilorom opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ozoda yaxshimisan? Men yaxshiman, rahmat. Sizni ovozingizni eshitib juda xursand bo'ldim. Kutilganingiz rost bo'lsin. Ha, ortda qolgan rost bo'lsin. Ishdan ketdim qizim. Taqdir ekan. Jarima bilan qutuldim. Sen bilan ishlamoqchi edim, rosti, lekin nasib qilmagan ekan. Afsusdaman opa. Peshonada bor edi endi. Senga omad, charchama qizim. Agar biror yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmay qo'ng'iroq qilishing mumkin. Xo'p opa. Qo'limdan kelsa albatta yordam qilaman, xo'pmi qizim? Xo'p. Aytgancha, birinchi oylik pullaringni topdingmi? Topdim opa. Pochcham yuborgan pullardan olib turadigan bo'ldim. Baraka topsin. Qara, baribir o'qituvchi odamni tushunadi-da. O'zi bo'lmasa ham puli bilan yordam beryapti. Mayli qizim. Ha, o'zlariga ham keling dedim. Ishlaysiz desam, o'ylab ko'raman dedilar. Baraka topsin. Xo'p opa, kelib turing biz tomonlarga ham. Yuragim ko'tarsa boraman, lekin sen davom etgin. Ortga qaytma, xo'pmi qizim? Xo'p opa. Mayli Ozoda, ishlaringga omad va rivoj. Sog' bo'l. Mayli opa, rahmat. Qarang, buni 3 mahal ovqatdan keyin ichasiz. Xo'p. Buni ertalab yarimtadan. Bo'pti. Buni uxlashdan oldin. Xo'p. 1 mahal. Xo'p. Ukolni ana yerda qoldirdim. Buni ham oling. Rahmat Nigora. Rahmat. Baraka top Nigor. Rahmat senga. Nega tog'a? Shunchaki yengilmaganing uchun. Yo'ldoshevni ketganini eshitibsiz-da. Ha. Lekin uni men ketqizganim yo'q. O'zini qilmishlari. Ishqilib o'rniga yaxshi bir insofli odam kelsin-da. Balki yoshlardan bo'lar. Balki seni qo'yishar. Yo'q, tog'a. O'zi ishga zo'rg'a olishdi-yu. Uni ustiga mansab uchun kelmaganman. Menga sog'lom onalar, sog'lom bolalar tug'ilsa, shuni o'zi yetarli. Qaniydi shu senga o'xshagan yoshlardan ko'p emas, 5-6 ta bo'lsa bizni qishloqda shaharga kasal ko'tarib yugurishdan qutulgan bo'larmidik. Bo'ladi tog'a, bo'ladi. Agar yaxshi ishlab ketsam, meni kursdoshlarim bor. Ish izlab yurishibdi. Rozi bo'lishadi. Faqat hovlidan joy qilib bersangiz bo'ldi. Kesin yashasin. O'zim boshqa joyga chiqib ketsam ham shu uyni topshirardim sizlarga. Chaqir, kelishsin. Chaqiraman sekin-sekin. Yanga, qo'ying, yig'lamang endi. Qo'ng'iroq qilib qolar. Ozgina sabr qiling. 12 soatdan beri xabar yo'q. Yana qancha sabr qilay? Nimadir bo'lgani aniq. Ko'nglim sezib turibdi. Yanga, yaxshi niyat qiling. Guli, tur suv olib kel, tinchlaning. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Nimadir qiling. Ergashjon, iltimos. Iltimos. Men nima ham qila olaman, yanga? Allo? Nima qila olaman? Aka? Oya akam. Hozir aka. Allo. Bolam. Yaxshimisan? Jonim chiqay dedi-ku bolam. Yaxshi o'tdimi? Xo'p, oyi, men yaxshiman. Xavotirlanmang. Uyqum keldi, oyi, charchadim. Lekin yaxshiman. Telefonim ishlamay qoldi. Keyinroq telefon qilaman, xo'pmi? Damin ol. Xudoga shukr. Damin ol bolam. O'zingga shukr, Xudoyim, o'zingga shukr. Xo'p, oyi. Tamam.
yaxshi dam oling. Voy. Mana, Rahmat xola. Ilohim 2-3 baravar qilib qaytaray. ilohim. Nahotki oylik tarqatyapman xola. Ko'rasan. Hademay biz ham seni qo'lingdan oylik oladigan bo'lamiz. Xudo xolasa. Aytganingiz kelsin. Mana boshlaganimizga 10 kun bo'pti-ya. Ishimiz ham yurishib ketdi. Shu. Endi pochchamni qaytarib olib kelsak, yaxshi bo'lar-da. Ha? Nasib qilsa hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasan. Bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum To'maris opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimasman-da, Ozodaxon. Nima gap? Nima bo'ldi? Yangi kelgan direktor darsimni to'xtatib, yig'ishtiring. Endi bu yerda dars bermaysiz. Boshqa bu yerga qaytib kelmang deb chiqarib yubordi. Shuni aytgandim sizga. Bo'lmaydi deb, bo'lmaydi. Qo'yerda qo'ymay chaqirib oldingiz. Yo'q, bu yangi tizim, yangicha uslub dedingiz. Ana ko'ring ahvolini. To'maris opa, shoshmang, balki biror tushunmovchilik bo'lgandir. Hozir kirib tuzatamiz. Nimani Ketmay turing, tuzatasiz? Shoshmay turing. Bu narsani tuzatib bo'lmaydi. Direktorlarchi o'zgaraveradi. Lekin ta'lim shu joyda qolaveradi. Shuning uchun singlim, o'zingizni qiynab, yangilik kiritaman deb ovora bo'lmang, xo'pmi? Baribir sizni hech kim tushunmaydi. Bekorga o'zingizni charchatganingiz qoladi. Tajribali odam sifatida maslahatim shu. Yaxshi qoling. Qachon kelarkan deb ko'zim uchib turuvdi. Arizangizni yozing-da. Kelgan shahringizga qaytib keting. Dilingizda burro deb eshitdim. Jimsiz. Nimani kutyapsiz? Chiqing xonamdan. Arizangizni yozing-da. Keting. Kasal olib keldim. Zamira opani chaqiring tezroq. Hozir. Sekin. Zamira opa, Gavhar opa keldi, dardi tutyapti. Ey xudoyim, bitta shu yetmayotgandi. Hali vaqtli edi-ku. Ha, vaqtli edi, vaqtidan oldin menimcha. Shu yetmay turdi. Hozir o'lib qolaman o'zim. Hozir o'lib qolaman. Voy. Ay xudoyim. Oy. Oy. Of. Voy. Umidani chaqiringlar tezroq. Umidani top. Men o'zim eplay olmayman. Yomon bo'lib ketyapman. Telefon qil. Oy. Oy.
o'chirilgan. Voy. Unda o'zing kirasan. Menmi? Sen, ha, eplay olasanmi? Bilmadim, opa. Unda top Umidani, yeri tagidan bo'lsa ham top. Hozir. Voy, xudoyim. Voy. Uf. Uf, qayerda edi? Köprünün diğer tarafı Ko'prikdan u Avrupa. yog'i Yevropa. Yine geldiğinde Yana kelsang, kesinlikle bu albatta köprüden shu diğer tarafı ko'prikdan u geçmen yoqqa lazım. o'tishing kerak. Bitta katta ko'prikdan o'tib oldim. Muhimi shu. Bu yog'iga endi o'taveraman boshqalardan. Ne dediğini tam Seni yaxshi anlamadım tushunmadim. ama bence Lekin güzel bir yaxshi şey gap söyledi. aytding menimcha. Turinglar, sud kelyapti. Bugungi ko'rib chiqilgan ish bo'yicha tomonlarning o'zaro da'volari, guvohlarning so'zlari, dalillarni to'laqonli o'rganib chiqilib, sud hukm qiladi. Ayblanuvchi Kenjayev O'rmon Furqato'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismining B bandi bilan aybdor deb topilsin va unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlansin. Shu bilan birga uning yoshligini, birinchi bor bu jinoyatni sodir etayotganligini, qilgan ishidan pushaymonligini inobatga olgan holda jazoni yengillashtirish yo'li bilan qo'llanilgan 3 yil qamoq jazosi 3 yil muddatga axloq tuzatish ishlariga jalb qilish jazosiga o'zgartirilsin. Kenjayev O'rmon Furqato'g'li hoziroq sud zalidan ozod etilsin. Oy. Hozir o'lib qolaman. Umidani topdingmi? Javob bermayapti. Dam olgan ketgan deyishyapti. Gavhar opa yaxshimi? Tug'vormadimi? Yo'q, tug'olmayapti. Dardi bor, lekin tug'olmayapti. Voy, qancha aytdim, bunaqa tez tug'ma, organizmingga dam ber dedim. Yo'q, gapimga kirmadi. 8 yilda 5 marta tug'di-ya. 2 marta hushidan ketdi. Agar yana hushidan ketadigan bo'lsa, operatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Operatsiyaga yaramayman deb qo'rqyapman. Men kiraymi, opa?
eplolmayman deyapsan-ku. Ha, qo'rqyapman-da. Zamira opa yana hushdan ketib qoldi. Eplaysan. Qo'rqma. Bergan osh-tuzingizga rozi bo'ling. Unaqa dema Ozoda. Balkim boshqa yo'li topilib qolar-a? Repetitorlik qilarsan balki. Shunisi ham tinchroq. Nima deysan, a? Agar repetitorlik qilmoqchi bo'lganimda allaqachon shaharda qilib bo'lgan bo'lardim. Lekin men boshqa narsa qilmoqchi bo'ldim. Maktabda oddiy qishloq bolalari uchun mukammal ta'lim tizimini yaratmoqchi bo'ldim. Ahmoq bo'lgan ekanman o'ylab qarasam. O'zimdan boshqa hech kimga kerak emas ekan bu. Nega unaqa deysan, ha? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana, pochchang ham qiziqib so'rayapti. Borsammikin deyaptilar. Qolgan odamlar ham qiziqyapti. Faqat sen davom ettirsang bo'ldi. O'zi sekin-sekin bo'lib ketadi. Ha? Mana shuning uchun ham davom ettirishing kerak. Tushunyapsanmi? Ha? Charchadim xola. Charchadim. Pochchamga ham ayting. Kelmasinlar. O'sha ishlarda qolaversinlar. Foydasi yo'q ekan baribir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Kelin yaxshimisiz? Qizim siz yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. Keling Farhod aka, kiring. Men 5 daqiqaga kirgandim. Qizim sizga haligi bir gapim bor edi. Mahalladagilar aytib qoldi. Boshlagan ishingiz yaxshi. Bolalarni ham qiziqishi bor. To'g'ri, bir haftada endi bilish qiyin. Lekin o'zgarish bor ekan. Ota-onalar shunaqa dedi. Shunga agar joy bo'lsa, men ham ishga kirsammi deb kelgandim. Yo'q, Farhod aka. O'zgarish bo'lmadi. Maktabni esa yopib qo'yishdi. Men esa mana ko'rib turganingizdek qaytib ketyapman. Kechirasiz, sizni ham bezovta qildim. Xola, men ketdim. Men unda bora qolay. Sog' bo'ling. Ha. Mayli. Endi men qishloqqa olib ketaman. Oyoq qo'lingni bog'lab bo'lsa ham olib ketaman. Meni hech qayerga olib keta olmaysiz, momo. Endi men uzoqqa keta olmayman. Eshitdingizku nima deganini o'zingiz? Iya. Tabriklashga arziydigan natija, shundaymi? Rahmat. Tabriklayman. Rahmat sizga. Arzimaydi. Tabriklayman. Rahmat. Endi bolamni qishloqqa olib ketsam bo'ladimi? Yo'q, xolajon, olib keta olmaysiz. Endi qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Nevarangiz hech qayerga keta olmaydi. Faqat ishlaydi. Siz o'tirib turing. Men hozir kelaman. Xo'p. Shunda men Toshkentdan boshqa joyga chiqib keta olmaymanmi? Xullas gap bunday. Sizni yaxshi joyga ishga qo'yishadi. Hakerlarni tutasiz. Xuddi o'zingizga o'xshagan kiber jinoyatchilarni ushlash bilan shug'ullanasiz. Zo'r ish siz bob. Shu orqali o'g'irlangan pullaringizni davlatga qaytarasiz. Agar yaxshi ishlab, o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz, keyinchalik biror joyga borib kelishga ham ruxsat berishadi. Bu yog'i o'zingizga bog'liq. Keyinchalik balki shu ishda qolishingiz ham mumkin, xo'pmi? Xullas bitta qilib aytganda, davlatni sizga bergan yangi imkoniyati. Bilsangiz bilarsiz? Tushunarli. Endi to'g'ri yo'ldan adashmaysiz degan umiddaman. Men esa
Endi sizga boshqa ishim tushmaydi degan umiddaman. Ha. Mayli, sog' bo'ling. Tabriklayman, o'rtoq akusherka. Hamma yangi kelganlarga o'xshab hushingdan ketib qolasan deb o'ylagandim. Boqsa odam bo'lasan. O'zimga ishona olmayapman. Unaqa bo'lsa, oxirini o'zing tugatib qo'yasan. Men charchadim. Hozir yiqilib qolaman tursam. Bor, charosoping qarashadi. O'zing tugatib qo'yasan. Xo'p bo'ladi. Kim? Hozir. Hozir. Hozir dedim-ku, voy tavba. Assalomu alaykum oyi. Voy bolam. Voy bolajonim, o'zim o'rgilay. Yaxshimisiz? O'shingmisan bolam? O'zimman oyi. Tuzukmisan? Tuzukman oyi, O'zim tuzukman. o'rgilib ketay sendan bolajonim, keldingmi? Ha, O'zim keldim. o'rgilay, ko'zlaringdan o'zim o'rgilay. Hay Guli, Guli, Gulijon. Guli? Akajon, keldingizmi? Qaytib shu ishga qo'l urma bolam. Men uchun tark qil. Xo'pmi bolam? Tashlaysan-a bolam? Tushunding-a? Hammasini yig'ishtir. Yaxshi boring, xo'p. Mayli, yaxshi qol. Men yana kelaman. Ovqat yeysanmi?
hozir pulim yo'q. Topsam albatta qaytaraman. Qaytarengiyin qildirasiz. Aktingizga ham qo'l qo'ydirmagansiz. Qo'l qo'ydirib, keyin yana kelasiz. Xuddi shunday. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi. Dorilar bilan tiriyman. Odilevani oy kuniga yaqin edi, kelmadimi? Yo'q. Iroda opa kelib ketdilar. Xabar bilan, yaxshi ekan. Bugun yo erta kelib qolmasa. Umida ishdan ketyapti. Telefon qildi. Oilaviy ko'chib ketishayotgan ekan. Shuning uchun agar men ham bo'lmasam, Odilevani tumanga jo'natinglar. Bu yerda o'zinglar eplolmay qolasizlar. Xo'p, opa. O'zim olib kelaman, xavotir olmang. Xo'sh, hamkasblar. Ahvollar qalay? Yomon emas, chidasa bo'ladi. Zamira opa. Tezroq tuzalib keting. Bizga bosh shifokor kerak. Yo'ldoshevchi, qaytmas ekanmi? Yo'ldoshev 8 yilga. Voy. Shuning uchun eng munosibi endi siz. Tezroq tuzaling. Meni o'zimning ishim yaxshi. Nigorani saylaylar. Opa, gapni ham olasizda. Men ketdim. Odilevani olib keling. Yaxshi qolinglar. Xo'p. Mayli. Yaxshi bo'lib qoldingizmi, Zamira opa? Ancha. Yaxshi. Odamni qo'rqitdingiz. Charchabman-da. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Keldim, qaytib. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Qalay o'tdi operatsiya? Yaxshi o'tdi. Hozir yaxshiman. Armiyaga ketishga tayyorlanyapman. Siz uchun xursandman. Rahmat. Mendan qandaydir yordam kerakmi? Ha, rengenga tushishim kerak edi. Yuring, ko'rsataman. Xo'p. Ish vaqti tugadi rengenda. Xo'p, rahmat. Endi menimcha ertaga kelasiz. Agar vaqtliroq kelsangiz, odam kamroq bo'ladi. Siz ham shu yerda bo'lasizmi? Yo'q, men hozir bu yerda ishlamayapman. Hozir tug'ruq bo'limida ishlayapman. Tushunarli.
Men sizga raqamini beraman. Agar biror yordam kerak bo'lsa, telefon qilib so'raverasiz. Xo'pmi? Rahmat. Ha, bosh shifokorni qo'li kerak edi. Aktamga. Hozir bosh shifokor yo'q. Lekin menimcha Jamila opam qo'yib bera oladilar qo'lni. O'zim olib borib beraman. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Feruza opa yo'qmilar? Feruza opa bir hafta oldin ishdan ketgandilar. Agar kerak bo'lsa, ko'chani boshidagi bog'chada ishlayaptilar. Ha, yo'q, menga kafedra mudiri kerak. Eshitaman. Siz kafedra mudirimisiz? Nima? O'xshamayaptimi? Yo'q, shunchaki yosh ko'ringaningizga o'ylamabman-da. Aha. Men bir ish bilan kelgandim. Yaqinda shu yerni bitirib, qishloq maktabiga ishga ketgandim. U yerda ishim o'xshamayapti. Shunga o'zgartirsak bo'larmikin boshqa qishloqqa? Siz Mabodo Rahmatullayeva emasmisiz? Ha, men. Kechagina sizni yuqoridan so'rab kelishgandi. Nimalar qilib yuribsiz o'zi? Hech nima, oddiy hamma qatori ishlab ko'rmoqchi edim. Alo. Assalomu alaykum Elyor aka. Yaxshimisiz? Rahmatullayeva kelgandi. Alaykum assalom. Kim edi u? Ha, vazirlikdan so'rashgan qizmi? Ha. O'sha qiz. Kelasizmi? Hozir boraman. Aha, bo'ldi, kutamiz. Bo'pti. Xo'p. Hozir yarim soat kuting. Xo'p. Ismlari O'rmon. Noodatiy ism, shunday emasmi? Bugundan shu yerda ish boshlaydilar. Bilgan narsangizni o'rgatib, bilmagan narsangizni so'rab birga ishlab ketasizlar degan umiddaman. O'rmon, bu sizning joyingiz. Rahmat. Ishga taalluqli qanaqa savollar bo'lsa, menga murojaat qilasiz. Hal qilishga harakat qilamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, o'z yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Hozircha shu. Omad. Yaxshi ishlang. Kim bor? Qarab oringlar. Kim bor? Kim bor? Yordam beringlar. Jonim og'riyapti. Markazga borish kerak. Endi kech ulgurmaymiz. Yo'l uzoq opa. Yordam beringlar. Jonim og'riyapti. Aravani olib kelinglar. Sekin. Tezroq olib keling. Qani, o'tiring. Tezroq ketdik. Qolinglar. Keling. Hushdan ketdi. Tezroq hushga keltirish kerak, bolasi qilib qoladi. Zamira opaga xabar berish kerak. Foydasi yo'q. O'zimiz eplaymiz. Ketdik. Kiramiz. Shuning uchun hozir siz joyingizni o'zgartirmay turganingiz yaxshi bo'lardi. Siz ishlagan joyga odam yuborganmiz. Bugun erta xabarini berib qoladi. Keyin sizni masalangiz ham turibdi. Agar hammasi joyida bo'lsa, keyin bemalol boshqa joyga sizni yuboramiz. To'g'ri. Xo'p, lekin men biror yomon ish qilganim yo'q. Endi Ozoda, siz to'g'ri deb bilgan ishingiz qonun tomonidan noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bizni ham noqulay vaziyatga solmasdan ozgina kutaylik. So'rashsin, surishtirishsin, keyin hal qilamiz. Xo'p, unda ketsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Agar biror gap bo'lsa, biz o'zimiz sizga xabar beramiz. Xo'p.
Mana bundan boshlab tekshirsangiz. Bir haftada 3-4 marta buzib kirishga urinishgan, lekin buzib kirisha olmagan. 3 marta urinish aniqlasa bo'larmikan? Harakat qilib ko'raman. Lekin bularning tarmog'iga kirish uchun menga ruxsat kerak. Yaxshi, men uni so'rab beraman. O'zi qancha vaqt ketadi? Men oldin bunaqa ish qilib ko'rmaganman. Lekin buzib kirishga 5-6 soat vaqt ketadi. Shu orada qidirib topsa bo'ladi. Agar faol bo'lib tursa. Agar faol bo'lib turmasa, 5-6 kun ketadi. Yaxshi. Siz boshlayvering. Odilov. Men? Hammasi yaxshi, o'g'il. Yo'q, Xudoga shukr. Voy, Nigora yig'layapsizmi? Nega yig'laysiz? Hammasi yaxshi bo'ldi-yu. Xursand bo'lsangiz-chi? Xursandman opa. Xursand bo'lganim uchun yig'layapman. Hali bunaqa ishlarni bir dunyosi oldingizda turibdi. Hammasiga shunaqa ko'z yosh to'kaversangiz, buncha ko'z yoshni qayerdan olasiz? Yig'lamang. Shukr deng. O'zi ham otni kallasida yuragingiz bor ekan. Men bo'lsam bunaqa tavakkal qila olmasdim. Shunaqa qilmasak ham bo'lmasdi-da, opa. Agar yo'lda bu narsa bo'lib qolganda-chi? Ha. O'ylasangiz qo'rqasiz. Yaxshiyam markazga olib bormadik. Bo'lmasa kim biladi? Aytganingizdek yo'lda biror korxol bo'lib qolsa, Xudo ko'rsatmasin. Bo'ldi. Qo'ying. Yig'lamang. Qani turing. Hammasi o'tib ketdi. Alo. Ovozing chiqyaptimi? Demak tiriksan. O'rmon senmisan? Ha, kim bo'lardi? Operatsiyada xotirangni ham tozalab tashlashmadim ish qilib. Ha, yo'q. Qaytganimdan keyin seni topolmadim. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Shu desang, men ham operatsiyadan chiqdim. Qanaqa operatsiya? Oddiy. Ichlarimni tozalattirdim. Ha. Hozir yaxshimisan? Juda ham yaxshiman. Hammasi yaxshi. Bilasanmi, sen uchun xursandman. Ahvolingni bilay degandim. Ovozingdan hammasi yaxshidek. Hammasi yaxshi. Juda ham yaxshi. Rahmat senga, O'rmon. Yaxshi ham bor ekansan. Rahmat eshitay deb qilmadim. Shu meni yangi raqamim. Yozib qo'y. Ish qilib yo'qolib ketma, xo'p? Xo'p. Ha, aytganday. Haligi armiya nima bo'ldi? Ha. Hujjatlarni to'ldiryapman. Menimcha yaqinda ketsam kerak. Yaxshi. Menga qara. Men uchun ham xizmat qilgan, xo'p? Xo'p. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti, O'rmon. Mayli. Xo'p.
Alo. Ozoda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ruxsor opa. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda bezovta qildim. Aybga buyurmaysiz. Ertaga ertalab qishloqqa yo'lga chiqing. Hozir xabar qilishdi. Tushlikda shu yerda bo'ling. Xo'pmi? Faqat mas'uliyat bilan qarang. Jiddiy narsaga o'xshayapti. Xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Kutamiz. Bormisan ukam? Ha? Ko'rinishing yaxshi. Assalomu alaykum Sharoz opa. Va alaykum assalom. Sizni Zamira opa so'ragandilar. Oldilariga kirar ekansiz. Zamira opa keldilarmi? Hozir kiring. Xo'p, Odilova yaxshimi? Yaxshi, chaqaloq ham zo'r. Voy, Zamira opa, assalomu alaykum. Nega tuzalmasdan ishga chiqdingiz? Seni deb. Meni deb? Ha, seni deb. Kechagi qilgan ishingni deb. Endi o'tir, arizangni yoz. Qanaqa ariza? O'z xohishingga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza.